Hafta oxirida ayrim joylarda harorat 39 darajagacha ko'tariladi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda dam olish kunlari havo biroz bulutli bo'ladi, lekin yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 27-30 daraja, ayrim joylarda 36-39 daraja ko'tariladi. Bugun va dam olish kunlari O'zbekiston hududi bo'yicha havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi deya xabar bermoqda O'zgidromet agentligi. Ushbu kunlarda havo harorati ko'tarilishi davom etadi. Bugun kunduzgi havo 27-30 daraja, yakshanba kuni borib esa 32-35 darajagacha isiydi. Shimolda, janubda va cho'l hududlarida dam olish kunlari ba'zi joylarda 36-39 daraja iliq bo'ladi. Toshkent shahrida 25-27 aprel kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Bugun kunduzgi harorat 28-30 daraja, shanba kuni 30-32 daraja, yakshanba kuni esa 32-34 daraja iliq bo'ladi. Harorat asosan kechalari 15-18 daraja iliq bo'ladi deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.